tarifda masalan bir do'konga kelib savdo qilaman desa, bizim musulmon xalqimiz mendan emas, ana yonimdagidan qil degan. Nimaga desa, men qildim bugungi savdoni. Yonimdagi savdo qilgani yo'q. Undan ol degan. Abu Hanifani oldilariga bir ayol material ko'tarib kelgan, material sotganlar-da. Shuni olib qoling, menga mirjodan sovg'a bo'lib kelib qoldi deganda qancha deganlar? 100 degan. Yo bu qimmat turadi deganlar. 200 qimmat turadi. 300 undan ham qimmat turadi. 400 yana qimmat turadi deganlarni masxara qilyapsizmi degan. Yo'q, bor bozorga aylan deganlar. Bozorga aylanib kelsa 500 aka. 500 bir olib qo'ygan. Bizda hozir telefonni olib keling. Ozgina ishlagan iPhone qancha? O'zi 2000 ga olgansiz. 1,5 ming desangiz 800 beraylik. Qarshi taraf o'ylash yo'q. Nima qilib bo'lsa ham uni sindirish. Yo'q, unaqa emas. Qarshi tarafni o'ylashimiz kerak. Qarshi tarafni o'ylasak, o'sha tarafning atrofidagi hamma bizni o'ylash boshlaydi. Bugun dunyoda rivojlangan tijoratni %100 hammasini ko'ring. Musulmon emas, umuman dinsiz bo'lsin, odamlarning ehtiyojini qondirgani uchun boy bo'ladi.